أهلا وسهلا يا رمضان. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kimki Ramazon ro'zasida qoyim bo'ladigan bo'lsa, iymon va savob umidida qoyim bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo o'tgan gunohlarini kechiradi deyaptilar. Ramazon ro'zasida qoyim bo'lish, kechasi hamma uxlagan vaqtida turib qiyomul layl o'qish, undan keyingi tarovih namozlarimizni o'qish ham mana shu qiyomul laylga kiradi. Kimki qiyomul laylni, tahajjud namozlarini Ramazonda ko'paytiradigan bo'lsa, Alloh taolo uning gunohlarini kechirishini marhamat qilyaptilar.